birinchi psixolingvistika haqida ozroq ma'lumot bermoqchiman. Aynan hozirgi davrda juda ham ko'p kishi qiziqyapti. Ilm-fan shu darajada rivojlanyaptiki, psixolingvistika fani ham keng doirada rivojlanayotgan fanlardan biri va zamonaviy fanlardan biri. Siz hozir foydalanayotgan ChatGPT ham aynan psixolingvistlar tomonidan ishlab chiqarilgan. Endi hozir siz bilan ozroq psixolingvistika haqida ma'lumot beraman, keyin gender tarafkashlik haqida gaplashamiz. Psixolingvistika fani bu tilni qanaqa ishlash jarayonini o'rganadigan fan. Agar siz inson sifatida bitta gapni qanaqa tahlil qilyapsiz, emotsiya bilan tahlil qilyapsizmi, mantiqan o'ylayapsizmi, sizda ko'z qarashlaringiz, gapirish jarayonlaringiz orqali ham psixolingvistlar aslida biladi, aynan o'sha gapirish jarayonida, miya faoliyatingizda, bitta so'zni aytish jarayoningizda qaysi joyi ishlayapti, qanaqa qilib uni tahlil qilyapti, ya'ni psixologik yondashadi. Misol uchun aytaylik, men bog'da chiroyli qushni ko'rdim degan so'zda siz birinchi nimaga e'tibor qaratasiz? Masalan, men qushga e'tibor qarataman. Sizda miya faoliyati qanaqa ishlayapti? Nima uchun aynan o'sha so'zga e'tibor berasiz? Keyin chiroyli so'ziga, bog'da so'ziga e'tibor berasiz. Aynan mana shu jarayonlar psixolingvistikada o'rgatiladi. Bu semestrda men lingvistika fanidan ham fanlar olganman. Shuning bittasi psixolingvistika ozroq qiyin, lekin mantiqdan qiziqarli. Endi siz kutgan mavzu haqida gaplashamiz. Gender tarafkashligi, bu gender bias in language processing deyiladi, ya'ni til ishlab chiqarish jarayonida gender tarafkashligi. Biz bunaqa gender stereotiplariga kundalik hayotimizda doimiy to'qnash kelamiz, ya'ni erkak yoki ayol kishi degan shunaqa nima deydi, cheklov qo'yib olingan. Masalan, prezident deganingizda birinchi xayolingizga erkak kishi keladimi yoki ayol kishi? Shu savolimga javob bering. Yoki shifokor deganda qanaqa jins vakili hayolingizga keladi? Aynan bunaqa tarafkashlik biologik jarayon emas, ya'ni miya faoliyatimiz buni biologik ravishda ishlab chiqarmaydi. Bu o'sha madaniyatni, o'zi yashaydigan har bitta insonni madaniyatida bo'layotgan vaziyatdan, jamiyatda bo'layotgan vaziyatdan kelib chiqadi. Men Amerika va Angliya misolida aytaman. 2016-yillar davomida Amerikada 2016-yilda aynan saylov bo'lish jarayonida ayol kishini prezident sayloviga qo'yish yoki ayol kishini nomzod qo'yilishi bu narsa noodatiy hisoblangan. Ammo o'sha yillar davomida Angliyada bunaqa hisoblanmagan. Ayollarni misol prezidentlik nomzodiga qo'yilishi, umuman rahbarlik lavozimida bo'lishi ular uchun noodatiy hisoblanmagan. Sababi 2016-yilgacha bo'lgan yillar davomida bilamiz, Angliyada qirolichalar rahbariyat boshida bo'lgan. Elizabetani ko'rishimiz mumkin, Viktoriyani ko'rishimiz mumkin. Misollar juda ham ko'p. Aynan mana shu holatda misol Amerikada 2016-yilgacha bo'lgan davr mobaynida ayol kishi tomonidan boshqaruv jarayonlari amalga oshirilmaganligi hisobli ya'ni ayol kishini, u shaxsini aynan davlat rahbariyatida ko'rish aholi uchun ham, umuman siyosiy doiradagi insonlar uchun ham noodatiy hisoblangan ekan. Umuman boshqa